Richayda qo'yib berganimizga 1 yildan oshdi, xudo xolasa. Ushlaganda AMG'si yonadi. Hozir zaryad tugab qolgan ekan, zaryadga qo'yib qo'ydik. Damasimizni boshqa muammo bilan kelgan ekan. Muammolarni xudo xolasa bartaraf qilamiz. Suv datchik ishlamay qoldi deb kelgan ekan akamiz. Zamon ochsak, hech narsa yonmayapti ekan. Lekin zamon ochildi, hech narsa yo'q friborda. Yongandan keyin mashina akkumulyator chirog'i yonib qolyapti. Bu asosan labo damazlarda kasali friborda orqa shtegi chiqib ketib qoladi. Bir donasi chiqib ketib qolsa, shunaqa birdaniga suv datchik bunisi ham yonmay qoladi. Asosan buni aybi yonganda akkumulyator chirog'i yonib qolyapti. Bu dinamdan ham bo'ladi deb ko'pchilik ochib yuboradi. Xudo xolasa ochib turib ko'rsatib o'tamiz. Mana ochib oldik frigor tomonidan, xudo xolasa. Sizlarni ko'ramiz hozir nima bo'lganini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'rinayotgan bo'lsa signal chalib ketdi. Shtekirlarda bitta tomoni chiqib ketib qolgan. Shtekirda bitta tomoni chiqib ketib qolgan. Hozir shuni kirgizamiz. Shuni kirgizamizda. Mana qo'limiz sig'ay ekan, yaxshi. Kirdi. Buni zavod ochib ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Ishlar xudo xolasa. Mashina sog'ligi uchun suv datchik tushib qolibdi pastga. Benzin datchik ham ko'tarilyapti sekin. Benzin datchik ham ishladi, suv datchik ham ishladi xudo xolasa. Yig'amiz xudo xolasa. Ponni bo'ldi xudo xolasa. Bu video Damaschi, labochi akalarimiz ko'rayotgan bo'lsa, endi xudo xolasa ustaga olib bormasdan bitta dona atverka bilan ishlarni hal qilib to'g'rilab olsa bo'ladi. Kimga jo'natishni bilasizlar, Damaschi va labochilarga jo'natib qo'ysanglar, foydasi tegib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.